C Sharp haqidagi darsimiz ko'znak, ya'ni Windows. Hammamizga ayon Windows mashg'ulot sistemasi ko'znaklik mashg'ulot sistemi. Ya'ni ishlatuvchi bilan mashg'ulot sistemasi shu ko'znak orqali dialog, ya'ni o'zaro uchur almashtirish olib boradi. Yana kelib ko'znak bizningki C Sharp programlash muhitimizdagi eng asosiy birlik. Yani en asası kontrol. Biz uygunduğun başka kontrollarının hemmisi şu köznekninki üstü turup icra buldu. Programımız mı şu köznek asas kıldı. Şuna biz köznek bilen bir kısaca tunuşup köznekni kuruş ve işletiş günümüz. Şimdi köznek Bay degandek Windows'ning asosli uchur almashtirish va ko'rinma yuzi. Biz qaraydigan bo'lsak, ko'znak bu endi ko'ringan holatdagidek shaklda bo'ldi. Ya'ni ko'znakning bir qancha bo'laklari bor. Umumiy jihatdan bu tik to'rt bo'lgan shaklda. Buning eng usti bir quri buningki timisi. Ya'ni bu yerda ko'znakning ikoni, bir parcha rasm, ko'znakningki ismi. Ondan bunun o'ng tarafida kontrol knopkalari bor bo'ldi. Ya'ni ko'znakni kichikiltiradigan, cho'ngaytiradigan, taqaydigan deganga o'xshash. Hamda buning tartibi asosan shundoq. Lekin Uyg'urcha mashg'ulot sistemasi yoki arabcha mashg'ulot sistemasiga o'xshash o'ngdan so'lga yozib qo'yiladigan mashg'ulot sistemalarda buning o'rni almashadi. Ya'ni bu kontrol knopkalari so'lga, bu timisi o'ng tarafga o'tkazildi. Onundan başka mashg'ulot sistemalardami biz Visual Studio'da program tuzsak, bunun yo'linishini bevosita o'zgartiramiz. Ya'ni right to left xasslig'i va right to left layout xasslig'ini tushunib qilish orqali bunun yo'linishini o'zgartiramiz. Hamda buningki ichki qismida nurg'un kontrollarni qo'yishga bo'ladi. Tizimlik, qurolmalligi, boshqa tekst ramkasi, knopka deganga o'xshash nurg'un kontrollar. Ondan ko'znaklar yana bir qancha xil turga bo'lindi. Ya'ni buningga o'xshash shaklda ko'znak ot ko'znak deb ataladi. Ya'ni buning ichiga nurg'un bola ko'znaklarni qo'yishga bo'ldi. Ondan buningga o'xshash ko'znak bo'lsa, bu about ko'znaki deyildi. Ya'ni programminingki nashr huquqi qatorli uchurlarni ko'rsatadigan ko'znak. Buning ichidagilari normal ko'znak hisoblanadi. Endi biz ko'znakni qurish va uning xosliklari va hodislari bilan tanishib o'taylik. Yangi bir projekt quraylik. Bunun ismi Windows bo'lsin. Odatda biz yangidan bir projekt qurgan vaqtida bir dona ko'znak o'zi avtomatik quriladi, ya'ni forum 1 nomidagi ko'znak. Bu yerdagi forum bilan Windows amaliyotda ma'nodash so'z. Forum deganimiz ko'znakni ko'rsatadi. Ko'znakniki xosliklari biz ko'p ishlatadigan xosliklar. Buningki tekst xosligi, ya'ni bu yerdagi timisni ko'rsatadi. Ondan buningki xat nusxasi xosligi. Ya'ni biz ko'znakdagi kontrollarning xatini qandoq xat nusxasida qanchalik cho'nglikda ko'rsatamiz. Ondan buningki rangi deganga o'xshash xosliklar. Uningdan boshqa buningki size, ko'znakning cho'ngligi zada qanchalik chiqadi. Biz buni yo'tkash orqali buning qiymatini o'zgartiramiz yoki muqim qiymatni berib shu bo'yicha o'zgarsak ham bo'ldi. Masalan 640 da 480 shunday qiymatlarni berib buningki ko'znakniki cho'ng kichikligini tanishlaymiz. Endi buningki hodisalarga kelsak, buningki bir qism hodisalarni biz ko'rib o'tgan. Ya'ni ko'pincha ishlatganlarimiz
buniki load qo'zg'alish hodisi, ondan mouseniki boshqa hodisalarni ishlatsak bo'ldi. Buning hodisalari bir qadar ko'p. Buni kerak bo'lgan vaqtda izlab ko'rib olsak bo'ldi. Endi biz yangidan ko'znak qurmoqchi bo'lsak, tuandagidek ikki xil usulda ko'znak qursak bo'ldi. Birisi bu projektninki o'ziga 10 knopkani bosib, buning add degan tizimligidan new items desak bo'ldi yoki Windows Forms desak, bu yerda ko'znak quradigan dialogramkasi ishladi. Yoki bo'lmasa biz shu project tanlangan holatda project tizimligini alsak, buning ichi nima? Add Windows Form, ya'ni Windows ko'znagi qo'shish. Bu turni tanlasakmi, ya'ni o'xshash dialogramkasi chiqadi. Bu yerda nurg'un quradigan hujjatning tiplari bor. Biz bu yerdan Windows Forms'ni tanlasak, faqat formga munosabatli ko'znaklar olam chiqadi. Hamda bu yerdagi Windows Form degani odatda biz ishlaydigan normal ko'znak shu. Uningdan boshqa About Box, bu har bir programmaga bir tal ishlatildi. Nashr huquqi ko'znaki. Uningdan boshqa MDI Parent Form. Bu ana ballaq munosabat va ko'znaklarga ishlatamiz. Bu ichiga nurg'un ko'znaklarni o'z ichiga oladi. Masalan, bizning Visual Studio'ning o'zimi bu shunday tipdagi ko'znak. Buning ichiga biz nurg'un balla ko'znaklarni chiqarib ishlata olamiz. Andan bu yana qo'shimcha ikki dona kontrol beribdi. Birisi user control. Bu biz Windows ta'minlagan ko'znaklar bizning ehtiyojimizni qamdayanmasa, masalan, knopka, tekst ramkasi, jadval deganga o'xshash. Biz o'zimiz yana bir kontrolni yasab olib ishlatsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa, bir qancha kontrollarni birlashtirib, birdan kontrol qilib olsak bo'ldi. Masalan, tizim tip kiradigan bir kontrol lozim bo'lsa, bundaq tayyor kontrol yo'q. Buningki odatda bir dona ism yozadigan tekst ramkasi, bir dona parol kirgizadigan ramka, bir dona kirish knopkasi deganga o'xshash nurg'un kontrollar bor. Biz buningdan bir dona kontrol yasab olib, lozim bo'lganda shunlarni tortib ishlatsak, shu maqsadga yeta olamiz. Bu custom control ma, buningga o'xshab ketadi. Endi biz Windows Forms deyli, buningki ism qo'yaylik. FRM test. Biz bu yerda FRM test nomidagi bir ko'znakni qurib oldik. Bu ko'znakni biz xohlagan kontrollarni qo'yib ishlatsak bo'ldi. Endi bu yerda biz programmani ijro qilgan vaqtimizda chunki bizningki dastlabki ko'znakimiz ijro bo'ldi. Bizning yangidan qurgan ko'znakimiz bu yerda ijro bo'lmaydi. Endi buni ijro qilish uchun biz tunji qo'zg'algan ko'znakning ichida bir hodisada buni chaqirishimiz kerak. Masalan, bu knopka bosilganda yana bir ko'znakni ko'rsatsin. Show test window. Bunun kilik adresimiz kod yazaylik. FRM test. Buni aniqlaylik. Test forum tam new test forum. Biz burun qurib olgan ko'znakimizni bu yerda aniqladik. Hamda bu yerda test forum buningki show deb bir funksiyasi bor. Mezodi shuni ijro qilsak, biz bu ko'znakni ko'rsatish maqsadiga yeta olamiz. Masalan, show test. Bu yana bir ekranda ko'rindi. Bu keyin qurgan ko'znakimiz. Hamda biz bu ikki ko'znakning orasida xohlagancha almish mashg'ulot qila olamiz.
Hamda ba'zida yangidan ko'ringan ko'znakdagi mashg'ulot tamomlangandan keyin ondan boshqa mashg'ulot qilishga yo'l qo'yadigan ahvollar uchraydi. Masalan, hujjat ichi saqlash yoki bu ko'znakdagi ma'lum qimmatni bu yerda o'zgartiradigan ahvol kelib chiqsa, buni o'zgartib bo'lgandan keyin ondan bu yerda mashg'ulot qilish kerak. Bo'lmasa uchurning birdakligiga ta'sir etadi. Bundaq vaqtda biz show funksiyasini ishlatmay, show dialog funksiyasini ishlatsak, buni dialog shaklida qo'zg'atib beradi. Yana qo'zg'atdik. Keyingi ko'znagimiz qo'zg'aldi. Bu vaqtda biz oldingi ko'znakni tanlayolmaymiz. Cho'qim bu ko'znakda mashg'ulotni qilib, buni taqib etgandan keyin ondan tegidagi ko'znakka almashib bo'ldi. Bo'lmasa bu ko'znak ustidan chiqib turadi. Buni show funksiyasi yoki show dialog funksiyasida ko'rsatishninki farqi mushu. Endi biz yana bir ko'znak qurib boqaylik. Add Windows Forms MDI ko'znagi. Buni asli bo'yicha quraveraylik. Add biz at ko'znakdan birini qurdik. Buning ichiga nurg'un bala ko'znaklarni chiqarg'ili bo'ldi. Buninkida tizimlik va bir qism qurollarni chiqaribdi. Ya'ni qurol baldiqini. Biz buni hozir ijro qilsak, yanada aslidagi ko'znak ijro bo'ldi. Bu ko'znak ijro olmaydi. Buni ko'rish uchun yana burunqidek bir hodisa orqali yoki knopka ulamda yoki tizimlik ulamda buni qo'zg'atib ishlatishimiz kerak. Navoda biz programmani qurganda avtomatik bir ko'znak qurib berdi. Bu bizningki asos ko'znakimiz emas. Keyin qurgan bir ko'znakimizni qo'zg'alish ko'znagi qilib ishlatmoqchi bo'lsak, uni bu program CS degan hujjatdan o'zgartsak bo'ldi. Bu hujjatga qaraydigan bo'lsak, bu programni tunji qatim qo'zg'alganda ijro qiladigan hujjat mushu program CS hujjati. Bu hujjat ijrolab bu yerga kelganda forum 1 degan ko'znakni qo'zg'atadi. Hamda biz mush yerga yangi ko'znakimizning ismini yozib bersak, masalan MDI parent 1 mushu ko'znakni qo'zg'atish maqsadiga tanlaymiz. Hamda diqqat qiladigan ish, bu yerdagini cho'qim to'g'ri yozishimiz kerak, bo'lmasa programmamiz ijro olmaydi. Masalan, xato boshqa bir narsa yozilib qolsa. Programmamizni qo'zg'atsak, biz keyin qurgan ko'znakni asos ko'znak qilib qurib berdi. Hamda buningki yangi degan bu yerda knopkasi bor ekan, buni bossak yangi ko'znaklarni qurdi. Bu ko'znaklar bu at ko'znakninki sirtiga chiqib ketmaydi. Cho'qim ichida bo'ldi. Ya'ni mushuning o'xshash. Navoda ehtiyojli bo'lsak, shunday ko'znak qurib ishlatsak bo'ldi. Hamda uchinchi bir ko'znak about ko'znagi, ya'ni programmaning nashr huquqini ko'rsatadigan ko'znak. Buni o'z nomida quraveraylik. Hamda biz bu yerda knopkasini bosgandan keyin yoki bo'lmasa tizimlikdan aboutni bosgandan keyin u ko'znakni ko'rinadigan qilsak bo'ldi. Masalan, aboutninki klik radisini bosdik. Bu yerga about box 1, about box 10, new AB show dialog. Buni ijro qilib ko'raylik. Biz tizimlikning bu about a'zosiga about ramkasini ko'rsatgan kod yozdik. Yana bu ko'znak qurildi. Odatda
About ko'znikininki cho'ngaytirish kichikitish knopkalari bo'lmaydi. Buniki bir qism necha uchunlam ko'rsatamiz. Shuning bilan ko'znak haqidagi darsimiz tugadi.